Shunday qilib ketyapman-da uka. Ha, ketyapman aka. So'rashsalar nima deb qo'yay? Xavotir olmang. Hech kim so'ramaydi. O'z qadrimni bilmagan qadrsizman. Endi eskim yo'q. Birortamiz otamizim deb qo'lini ushab turib, otajon, meni onam 3 kunlikda Banisadan olib kelganlarida, qo'lingizga berganlarida, siz bo'lsa o'zingizga onamiz o'xshaydi deganda siz o'zingizga o'xshatgan edingiz. Nimanidir mendan umid orzu qilganmisiz? Chunki bir inson bir narsani yerga ekar ekan, undan albatta bir narsani umid qiladi. Siz mendan nimani umid qilgansiz? Agar men sizni umidingizga yetkazalgan bo'lsam, Alloh rozi bo'lsin. Agar farzandlik nimasida men burchida sizni umidingizga yetkazalmagan bo'lsam, otajon meni kechiring deb so'rab qo'yalganmizmi? Haqiqatda bir otaga qarab ko'raylikchi, agar hayot bo'lsa bir uyga borganimizda otamizga bir qarab ko'rib turib, otamiz nima ko'rdi, men farzand bo'lib nima qilyapman deb turib bir o'ylaylikchi. Lekin farzandimizdan nimani umid qilyapmiz, nimani orzu qilyapmiz? Vaholanki otamizga biz nima qilganmiz? Qilmish qidirmish degan gaplar ham bor.